Timur aka, assalomu alaykum. Avvalambor boshlangan yig'in haqida qisqacha va yangi jamoa qo'lga oldingiz baribir. Albatta, assalomu alaykum. Yig'inga bugundan kirishdik. Birinchi mashg'ulotimiz. Shuning uchun bu yig'inda albatta hamma qo'shilgani yo'q. Yangi yildan keyin ko'p qo'shiladi, lekin unga qaramasdan shu yerda Toshkentda kelgan bolalar va yoshlarga ko'rib chiqmoqchimiz bu yig'inda. Albatta maqsad yangi sezonga tayyorgarlikni yaxshi ko'rish. Bugundan boshladik. O'shaning uchun o'ylaymanki hammasi joyida bo'ladi. Seleksiya ishlari davom qilyapti. O'yinchilar ko'rib chiqyapmiz. Legioner masalasi bor. O'zimiz futbolchilar bor. O'shaning uchun o'ylaymanki sezonga yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Yangi yildan keyin yana shu yerda bir 10 kunlik mashg'ulotlarimiz bor. Undan keyin o'sha Turkiyaga zborga ketamiz tayyorgarlik uchun. Hammasi trenirovka proseslar hammasi joyida. O'ylaymanki hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Kamchiliklar yo'q. Travmalar yo'q. Shu. Timur aka, jamoani oldiga qanaqadir konkret vazifa qo'yildimi rahbariyat tomonidan? Masalan uchun deylik, Paxtakor, Neftchi, Nasaf kabi kuchli jamoalar va Andijon kuchayapti. Shularning fonida Navbahor jamoasi qanaqa vazifa qo'yapti oldiga? Endi bilasizlar, Navbahor jamoasi ham har doim yuqori o'rinlar uchun kurashgan jamoa. Albatta har xil yillarda har xil bo'lgan, lekin o'ylaymanki endi mana ambitsiyam yuqori, o'shaning uchun yuqori o'rinlar uchun kurashamiz, aniq. Shunga yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Albatta tarkibga ham bog'liq narsa. Seleksiya davom qilyapti. O'ylaymanki yaxshi tarkib qilsak, yuqori o'rinlar uchun kurashamiz. Yana bir savol, shu terma jamoamiz a'zosi Aziz Surg'unboyevni Navbahorga o'tish ehtimoli qay darajada yuqori? Endi hozir ish olib borilyapti. Albatta nafaqat Aziz, yana boshqa futbolchilar ham bor. O'shaning uchun bu ish jarayoni bo'lyapti. Ko'ramiz qanchalik kelisha olamiz, albatta, chunki kontrakt masalasi bor, yana boshqa situatsiyalar bor. O'ylaymanki nasib bo'lsa bo'ladi. Chunki Aziz ham yaxshi futbolchi, boshqa futbolchilarni ham ko'rib chiqyapmiz. O'ylaymanki kerakli futbolchilar ustida ish olib borilyapti. Navbahor oldin ishlagan jamoalardan butkul farq qiladi. Lokomotivdan ham, Qo'qondan ham, Olimpikdan ham aynan shu narsaga siz tayyormisiz? Chunki Namanganda o'zgarishlar bosim ham bor. Har qanday murabbiy ham bu jamoada ishlab ketishga qiynaladi masalan. Endi bosim to'g'risida keladigan bo'lsa, menimcha terma jamoa deb bosim hech qayerda bo'lmasa kerak. Bosimga biz o'rganganmiz, albatta muammo bo'lmas kerak. O'ylaymanki, albatta muxlislar deb o'zi bordim, chunki 2 yildan beri o'zi Navbahor jamoasi muxlislari ham xohishini bildirishgan. O'shaning uchun Navbahor jamoasini olishga qaror qildim. Albatta kamchiliklar bor, nimani ustidan ishlash kerak, to'g'riladigan narsalar bor. Bu endi bizning ishimiz, murabbiylarda. O'ylaymanki yaxshi jamoa qilamiz. Nima kerak bo'lsa qilamiz. Albatta eng asosiy muxlislarni xursand qilish. O'shaning uchun o'zi niyat shunaqa edi, borib o'sha muxlislarni Navbahor jamoasini yana ham yaxshi obro'sini yaxshi narsaga qo'lga kiritish va muxlislarni xursand qilish. O'ylaymanki albatta muxlislar ham bu narsani to'g'ri tushunishadi. Bizni qo'llab-quvvatlaydi har doim. Biz bilan bo'lishadi, chunki bir ahil bo'lmasak albatta qiyin bo'ladi bu narsaga erishish. O'ylaymanki birgalikda bizga qo'yilgan vazifani uddalaymiz. Qo'qondagi o'tgan mavsumdan xulosalar qanday bo'ldi va chempion jamoani tark etish xulosasiga qanday keldingiz? Avvalambor assalomu alaykum. O'tgan mavsum har tomonlama qiyin bo'ldi, chunki vodiyda chempion bo'lish 2 karra qiyinroq, bosim juda yuqori bo'ladi. Jamoani tark etishga keladigan bo'lsak, Navbahor jamoasidan taklif bo'lganidan so'ng ikkilamasdan qabul qildim, chunki Temur aka bilan birgalikda futbol ham o'ynaganman. Undan tashqari Qo'qon jamoasida oz muddat bo'lsa ham murabbiylik qilgan. Shu sababli ikkilanmasdan bu taklifni qabul qildim. Navbahorda bilamiz, siz uchun begona jamoa emas, bu yerdagi muhit, muxlislar hammasi bilan tanishsiz. Mana shu omil ham keyingi mavsumda yanada yaxshiroq o'yin ko'rsatishingizga yordam beradi deb o'ylaysizmi? Albatta Navbahor jamoasiga birinchi transferim omadsiz bo'lgan desam ham bo'ladi, chunki futbolda mayda detallar bo'lmaydi. Bu bahona emas, lekin jarohat bilan kelganman. O'sha operatsiya qildirish jarayoni kechikib boravergan sari jarohatim og'irlashib borgan, shu sababli o'zimni 100% ko'rsata olmaganman. Xudo xohlasa muxlislar yonidagi qarzimni keyingi yilgi o'yinlarim bilan inshaalloh xursand qilaman.
Timur Kapazin bilan birga o'ynagansiz, ishlagansiz, o'zingiz ham aytib o'tdingiz. Umuman xulosa qiladigan bo'lsak, murabbiy faktori Navbahorga kelishingizga asosiy sababchi bo'ldi. Umuman Timur aka bilan bu safargi ishlashdan nima kutyapsiz o'zingiz? Chunki Navbahor, Namangan baribir o'ziga xos baribir natija talab qiladigan jamoadasiz. Futbolchi necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar doim o'sishni xohlaydi, intilishni xohlaydi. Timur Kapazi juda ham iqtidorli murabbiy. Shu sababli nima desam bo'ladi, Timur akadan o'rganadigan narsalarim juda ko'p deb o'ylayman. Albatta murabbiy faktori juda katta rol o'ynaydi bu jamoani tanlashda.